Bismillahirrahmanirrahim. 3. qism aqida kitob. Al-Vahdatur Rabi'a. 4. bo'lak, 35. bab. Biz bu bo'lakda o'qimoqchi bo'lgan mazmunlar tavhidni buzib o'tadigan omillar va kufrning turlari. Cho'ng kufr bilan kichik kufr o'tirsidagi farqlar, shirik va uning turlari, cho'ng shirikning turlari, cho'ng shirikning har xil ko'rinishlari va shirikka apiradigan vositalarning oldini olish, kichik shirik va uning qismlari, hozirgi zamondagi shumpal elish ko'rinishlari va Alloh taolaning boshqasining nomi bilan qasam qilish, shumpal elish, kufr va shirik o'tirsidagi farqlar deganlarni shu bo'lakda o'rganib o'tamiz. Nawaqidut tavhid va nawaqisuhu. Tavhidni buzadigan, nuqson yetkazadigan ishlar kufr va shirik. Va buning turlarini o'tamiz oldi bilan. Kufr degan nima desa, kufrningki arab tilidagi ma'nosi at-tag'diya va satr, yo'gash degan gap, yepilish. Bir narsa yeb bo'lgan bo'lsa, kafara deymiz arab tilida, yo'gib oldi deb. Kechigimi ham ishiltildi bu kufr so'zi. Chunki kecha qorong'ulik bilan hamma narsani yugaydi. Dengizga ham ishiltimiz, chunki dengiz uning ichidagi narsalarni yugaydi. Qop-qorong'u, qora bulutga ishiltimiz, chunki u quyoshni to'sib oladi. Uni boshqa yana kaffarat degan so'zlar bor. Chunki u gunohlarni yugaydi. Kaffaratul ayman, qasamning kaffarati, ziharning kaffarati degan o'xshash. Endi kufrning istilohiy ma'nosi nima desa, Alloh va Allohning payg'ambarlariga iymon etmaslik. Mayli uni yolg'onga chiqarib iymon etmaslik bo'lsin. Yoki yolg'onga chiqarmasimi, shak qilib buni kafir bo'lsa, bu mu shuning qatoriga kirdi, iymon etmaganning kafir bo'lganning qatoriga kirdi. Yoki yuz o'rish, iymon etishdan yuz o'rish. Hasad qilib yoki takabburlik qilib, shak qilmasimi, hasad qilib, takabburlik qilib yuz o'rgan bo'lsa iymon etishdan. Yoki risolatga, payg'ambarlikka, payg'ambar alayhissalomning ko'rsatmalariga agishishdan qaytiradigan ko'ngil xohishlarga agishib, Alloh va Allohning payg'ambariga, payg'ambarlik iymon etmaslik bu kufr deyildi. Endi lug'at ma'nosidan istilohiy ma'nosi o'tirsidagi aloqa qanday farq va qanday munosabat bor desa, chunki kafirning qalbi, kafir o'zining qalbini iymon etishdan yugib olgan. Lays rahimahulloh shunday deydi. Kafirning kafir deb atilishiga sabab chunki kufr uning qalbini yugib olgan. Ya'ni kafirning kufri uning qalbini yugib olgan. Kufrningki turlari ikki turlik. Cho'ng kufr, kichik kufr deb bo'ladi. Cho'ng kufr degan qanday bo'ladi desa, yolg'onga chiqarish, shak, bosh tortish, yuz o'rish, munofiqlik degandek. Kichik kufr desa, shariat kufr deb atagan, biroq islom millatidan chiqarib etmaydigan gunohlar. Mushu gunohlarni qilgan ishlar, mushu gunohlarni qilgan odamlarni shariat endi kafir demagan. İslamdan chiqarib etmaymiz bunday odamlarni. Biroq kufrun duna kufr, ya'ni islom millatidan chiqib ketmaydigan kichik kufr, shariat kufr deb ataganlik uchun. Biroq ba'zi gunoh masiyatlarni tahdid yuzidan degan bo'ladi, masalan, ba'zilarni. Endi cho'ng kufr birinchi turi. İslam millatidan kishini chiqarib o'tadi. Shu ishlar sodir bo'lsa, bu tuvandagidek 5 turlik bo'ladi. Birinchisi kufr takzib, yolg'onga chiqarish. Ya'ni payg'ambarlarni yolg'on so'zlaydi, bularning gap yolg'on deb bunda e'tiqod qilish. Yoki bo'lmasa, din asoslaridan biri asosini inkor qilgan bo'lsa yoki hukmlarni inkor qilgan bo'lsa, qat'iy isbotlangan xabarlarni inkor qilgan bo'lsa, dindan hammadan bilish tegishlik namoz, ro'za degandek ishlardan birasini inkor qilgan bo'lsa, bu takzib, kufr takzib, yolg'on chiqarganlik sababidan kafir bo'lib islom millatidan chiqib ketadi. Masalan, ro'zani inkor qilgan kishiga o'xshash. Ro'zani nima inkor qildi desa, ishlab chiqarishni bekor qildi deb da'vo qilib inkor qildi. Ro'za tutgandan keyin futqol jam bo'lmaydi, ishlab chiqarish ta'sir ko'rsatdi deb shu sababdan ro'zani inkor qilgan bo'lsa, masalan,
Onun başqa yana o'g'rining qo'lini kesish bu vahshiylikkan, rahimsizlikkan, shafqatsizlikkan deb buni inkor qilgan bo'lsa, bu kufr takizi bo'lib, islom millatidan chiqarib. Allah Taala shunday deydi: "Va man azlamu mimman iftara alallohi kaziban aw kazzaba bil haqqi lamma ja'ah." Allah Taalaga yolg'onni to'qigan yoki haqiqat kelganda haqiqatni yolg'on chiqargan kishidimi zolim kishi bormi? Alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Jahannamda kafirlar uchun o'rin yo'qmi? Ya'ni bor demoqchi. Kazzabat qavmu lutinil mursalin. Lut qavmi, Lut alayhisalomning qavmi payg'ambarlarni yolg'onga chiqardi. Ikkinchi turi kufrul iba val istikbar ma'at tasdiq. Tasdiqlaydi qalbida, biroq takabburlik qilib bosh tortadigan kufr. Masalan, bu odam payg'ambarning rost gap qilayotganligini, rost payg'ambar ekanligini, rost so'zlayotganligini biladi qalbida. Uning shak yo'q. Payg'ambarga bu deb. Biroq uning hukmiga bo'ysunmaydi. Allah Taala tarafdan haqiqatni epkapti deb bilsimi, tasdiqlasimi ko'nglida. Biroq hukmiga bo'ysunmaydi. Takabburlik qilib, buyantavlik qilib, buyruqlar quloq solmaydi. Bu vaqt Allah Taala mundaq deydi, masalan, "Va iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara." Asliginki biz o'z vaqtida farishtalarga, odamga sajda qilinglar dedik. Farishtalar sajda qildi. Biroq iblis bosh tortdi, takabburlik qildi, kofirlardan bo'lib ketdi. Va ammallazina kafaru afalam takun ayati tutla alaykum fastakbartum va kuntum qawman mujrimin. Kafirlarga kelsak, mening oyatlarim ularga tilovat qilinmadimi? Sizlar uningdan yuz o'rdinglar va mujrim, jinoyatchi, gunohkor qavm bo'ldinglar. Ya'ni yuz o'rib takabburlik qilish sababidan kafir bo'lib ketadigan ish bor degan gap. Uchinchisi kufr shak qiladigan kufr. Ya'ni taraddud, ikkilanish. Buning gapi rostmidi, yolg'onmidi degandek. Payg'ambarlarning rostchiligiga keskin jazmiyat qilolmaslik. Bu islom millatidan chiqaradigan cho'ng kufri. Allah Taala shunday deydi: "Va dakhala jannatahu va huwa zalimun li nafsihi." O o'ziga zulm qilgan holda beg'iga kirdi. Qala ma azunnu an tabida hazihi abada. Men Allah Taala menga berilgan bu ne'matlarga yo'qmay deb bunda gumon qilmayman, ya'ni yo'qay deb gumon qilmayman, yo'qmaydi. Men erishgan bu bog', bu mol-mulk yo'qmay deb o'ylayman. Qiyomat qayim bo'ladi deb o'ylamayman. Qiyomat qayim bo'lmaydi. Agar men Rabbim tarafga qaytarilsam, buningdan yaxshi bo'lgan narsaga erisha olmayman deb shunda dedi. Uningga hamrohi akafarta billazi xalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Seni mani sudin yaratgan, tuproqdan yaratgan, ondan mani sudin yaratgan, seni ravurs bijirim odam qilib yaratgan Rabbinga kafir bo'lamsa dedi. Ya'ni bu yerda hozir bir xil taraddudlanishi bor. Aniq jazm qilinmadi bu. Bundaq shak bo'lsa-mu, o'xshash kafir bo'ldi degan gap. 4-chi tur hamdi kufrul i'radil kulli anid din. Dindan butunlay yuz o'rib shu sababdan kafir bo'lish. Masalan, anglashdan yuz o'rish, qalbini uningga bog'lamaslik, bir intilmaslik, talpinmaslik. Ögünüştün yüz örüş. Bilayçu, mani bilib olayçu, tushunib olayçu, anglab baqayçu demasdan yüz örüş. Butunlay yüz örüş. Allah Taala shundaq deydi: "Vallazina kafaru amma unziru mu'ridun." Kafirlar ogohlantirilgan narsalardan, yani azoblardan ular yüz örüydi, yani vaz nasihat qilsa payg'ambarlar yüz örüydi, anglamaydi demakchi. 5-chi turi munofiqlik kufri, kufr nifoq. Bu deganimiz ham e'tiqodiy jihatdagi munofiqlik. Iymonni oshkor qildi, amaliyat u kafir, men musulmon deb oladi. Allah Taala shunday deydi: "Zalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun." Bunun sababi ular iymon etib, ondan kafir bo'ldi. Ularning qalbiga pechet
pechatlangan qalbiga